Kartoshka, piyoz, mol go'shti, sabzi va kechadan ozgina qolgan kartoshka ham bor. Bitta taxta qoshiqdan yog' soldim. Semizga yog'i, go'sht, mol go'shti, to'rtburchak shaklida cho'ra to'g'rasangiz chiroyli bo'ladi ovqat. Piyoz juda sarg'ayib qizarib ketishi kerak. O'rlashgan holatda o'sha bitta narsaga kelishi kerak. Men sabzi doimgidek orqasidan pomidor tashladim. O'sha tomat xolos shaklida rang ham beradi. Pomidor yo'qolib ketishi kerak. Orqasidan bolgarskiy va sarimsoq. Qozonimga hayron bo'lganimcha bu qora qozon edi. O'zi zavoddan qora chiqqan, kir emas. Keyin ko'rmay qoldilar, kartoshka hammasini so'yganman. Katta murch soldim va o'zimni yoqtirgan ziravorlardan va shu ovqatga hamma ovqatga to'g'ri keladi. Murcham, zira ham juda shirin bo'ladi. Endi bunga bir stakan suv qo'ydim. O'zingiz chamalab qo'ysangiz bo'ladi. Cho'michdan ko'rsataman. Yana ozgina suv qo'shim kerak bo'ldi. 3dan bir qism stakanda yana suv qo'ydim. 20-25 daqiqa damlab qo'ydim. Ungacha boshqa narsa ham garnir tayyorlamoqchi bo'ldim. Qarang, judayam ingichka ivirmishib, qanday firmaniki bo'lishini farqi yo'q. Va uni ikkiga bo'ldimda alohida kranda suvda yuvib oldim. Ungacha bitta osh qoshiqda skorupga yog' soldim. Yuvgandan keyin o'sha nam holatda bo'lishi kerak, ham toza bo'ladi, qo'yingiz xotirjam bo'ladi. Yog'da qovurdim. Judayam past olovda bo'lishi kerak. Qattiq qovurish shart emas, qovurish jarayoni tashqi ko'rinishi ko'rinib turadi. Keyin 3dan bir qismda suv qo'ydim. Albatta buni pishirish uchun emas, o'sha irinishlarni orasidan ochib chiqish uchun. Yilkada ochib chiqdim, to'g'rig'i ochiladi. Hozir sabr kerak bo'lsa, sal injiqroq ovqat. Dimlamadan qiyinroq buni xarakteri. Mana shu holatga keldi. Endi pishirishga qo'yamiz. Xuddi bu ham alohida ovqat, bunga suv qo'yamiz va tuz ham solamiz. Solgandan keyin shu 8-10 daqiqaga boradi, lekin dimlab pishdi. Dimlamam ko'r va azada irinishlar pishgan. Irinishni qarang, bir alohida xamir holatda emas, juda chiroyli pishgan, ko'ryapsiz. Bunga yana ham mazali bo'lish uchun ozgina sariyog' qo'shib oldim. Sariyog'ni eritib aralashtirsangiz, alohida bo'lib, juda go'zal taom paydo bo'ladi. Ayniqsa bolajonlar dimlamay yemayman, irinishini o'ynayman deydigan bo'lsa, o'zini solib berasiz. Ovqatlarim ro'zg'oringiz uchun foydali bo'lsa, boshim ko'kka yetadi azizlar. Yoqimli ishtaha.